Gentra mexanik korobka, zavodskoy GBU bo'lgan bu mashina. Ishlashini qaranglar mana. Yana bitta kulchatilib turibdi. Mana Stark 200 Go Fast komplektatsiyaga Real 2 ohmli injektorlar bilan qo'yilgan. Yech tashlab boshqa komplektatsiya qo'yilgan bu mashinaga. Mana shunaqa holat bo'ladi. Постоянный necha marta regirovka qildirganlar, mashina o'zgarish bo'lmagan. Hop, ana endi buni biz takatumba karate qilamiz. Mashina ishlashini ko'rasizlar, idealni ishlaydi. Va klientga ham inshaalloh yoqadi. Tezroq haydab tekshirib, konditsionerlarda hammasida ko'ramiz. Odatda konditsioner yoqib ko'raylik, qanaqa holat bo'ladi. Ketdi. Konditsioner ishlamaydi. Ishlamaydi. Konditsioner ishlamas ekan. Demak, tagda davay mana buni yoqib ko'ramiz. Bu ham normal nagruzka beradi. Ketdi, qani? O Fokus. Ashna holat skachka bo'lib turadi постоянно. Bo'ldi, endi buni bitta chip tuning redaktorini qilamiz. Jizzax haftada o'sgan programmasini yozamiz. O'sha videolarda ko'rgan narsalar va ishimiz tayyor. Ketdik, biz boshladik.